Iskan? Mehmoning keldimi? Voy? Xo'roz bilan gaplashamanmi? Qanaqa xo'roz bilan gaplashasan, ey? Bu xo'roz egasi bor. Keling, mehmon mana shu yerdalar o'zlari. Ha, значит, mehmon topilmagan. Boshqa variant bo'lmagan. Yana. Ha, chempion. Zerikmadingmi? Ha? Mayli, gaplashaveramiz-da. Ana, ssenariyni qo'lingga olgan, hammasi yozib qo'yilgan. Hali bunga ssenariy ham bormi? Shundan gaplashaman o'zim. Hozir boplaymiz. Ha. Переводчигimisiz? Egasiman. Men ham xotinimisiz demadim. Давай, Sanjay, normalni gaplashaylik. Zo'r intervyu bo'lsa, Bo'pti. tayyormisan? Tayyorman? Kameraman tur, nachili. Assalomu alaykum. Sanjik Dilovoy, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi. Yana efirda. Bugun bizda mehmon xo'roz. Boshqa variant yo'q. Xo'roz emas. Xo'roz boqadigan inson. Ismlari To'lqin aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bizni ko'rsatuvlarga chaqirib yaxshi ish qilibsizlar. Mana xo'rozim chempionligidan foydalanib ko'rsatuvlarni urovini ancha ko'tariladi. Mani reputatsiyam normalniy.